Hammaga assalomu alaykum, hurmatli mamashalar. Bugungi temamiz bolalar tagliklari, ya'ni podguzniklar haqida gaplashamiz. Men o'sha mashhur perla haqidagi odzivimni ataylab sirazi qoldirmadim, chunki o'zim ishlatib ko'rmagunimgacha sizlarga o'zimdan o'zim odziv etishga haqqim yo'q edi. Meni qizimga ikkita blok уже perlani ishlatdik, jiyanimga ikkita blok yangi tug'ilgan chaqaloq jiyanim ham ishlatishdi. Endi sizlarga точно с уверенностью o'zimni fikrimni ayta olaman. Bular trusikchali emas, lipuchkali, juda ham udobniy bu ham. 12 soat rostdan ham saqlab qoladi. Ishonasizlarmi? 4 taqdim, 5 ham taqdim. Maryamga o'tkazib yormadi. O'zi 6 taqardi. No, shu ham to'g'ri kelgani uchun taqib ko'rdik, juda ham zo'r. Естественно, salfetkalarini ham ishlatyapmiz. Voy, allergiya bermaydi. Keyin kommentariyada mamashalar shunaqa savol qoldirishgan. Allergiya bermaydimi, narsa toshib ketmaydimi deb savol beryapsizlar. O'g'limda ham, qizimda ham juda turli xil firmani, nima deydi, podguzniklarini ishlatib ko'rganman. Eng zo'rlari ham xalitga misol uchun allergiya berib yorganlar bo'lgan, sal nima deydi, byudjetniy variantlari naborot to'g'ri kelganlar bo'lgan. A perlada umuman allergiya sezmadik. Novorожденный, ya'ni yangi tug'ilgan chaqaloqga ham allergiya bermadi, meni qizimga ham umuman allergiya bermadi. Bu menimcha bolani kojasidan zavisit qiladi. No, men o'zim sinab ko'rib, bemalol sizlarga rekomendovat qilaman. Allergiya bermaydi, 12 soat bemalol anaqani ushlab turadi. Hali pastelimga o'tib ketib, pasteliga bolani o'tib ketib toshib ketgan joyi bo'lmadi. Perla, qani tezda olib beringlar, erlar. Liklarning eng zo'ri perla.